Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Sizlarga bugun prezident qarori asosida ajratiladigan yo'lning litsenziyalangan 312 sonli qarorini yetkazamiz. Bu qaror asosida 300 million so'mgacha garov evaziga, ya'ni 100 million garovsiz, qolgan qismida 100 milliongacha qismi garovsiz, qolgan 300 milliongacha qismini olaman desa, garov evaziga ajratiladigan kredit mahsuloti ishlab chiqilgan. Prezident qarori asosida 312 sonli prezident qarori asosida bu qarorga asosan hamma o'sha jamiki faoliyat turlari bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun hamma yo'nalishlarga beriladi. Bunda agar sizlar asosiy vosita faoliyatinglarni qanday ishlab chiqarish yoki jihozlashni qiladigan bo'lsa, asosiy vosita sotib olish uchun sizlar 8-7 yil muddatgacha 2 yil o'tasi bilan olsanglar bo'ladi. Agar uni sizlar uchun server yoki aylanmaga qanday xomashyo uchun ehtiyojinglar bo'ladigan bo'lsa, 12 oy, ya'ni 1,5 yil muddatgacha 3 oylik o'tasi bilan olsanglar bo'ladi. Faqat bunda taqiqlangan yo'nalish turlari bor. Bunga gazxona, kompyuterxona, tamaki, alkogol spirtli ichimliklar do'konlari faoliyatlariga eski qarzdorliklarni yopish bo'yicha yo'nalishlarga mumkinmas taqiqlangan. Foiz stavkalarimiz tuman toifasiga qarab ajratilgan. Bunda Bo'stonliq tumani 2-toifaga kiradi. 2-toifa uchun 22% dan kredit pul mablag'lari ajratiladi. Chirchiq hududi uchun 23%, Qibray hududi uchun 22% dan ajratiladi. 5 tumanga biriktirilgan, 5 tumanga olsa bo'ladi. Pul ta'minotchiga do'g'ri asosida o'tkazib beriladi. Naqd ko'rinishda emas, ya'ni persent ko'rinishda o'tkazib beriladi. Ehtiyojli bo'ladigan bo'lsa, olsanglar bo'ladi. Buni faqat talablari bor. O'sha firma yoki yaqindagi qo'ygan talablar bor. Bunda firma yoki yaqinda 1 yildan oshiq faoliyat yuritgan bo'lishi kerak. Oxirgi 12 oylik pul tushumi, doimiy pul tushumi, ya'ni oyma-oy pul tushgan bo'lishi kerak, to'g'ri bo'lgan bo'lishi kerak va kredit tarixi yaxshi bo'lgan, ijobiy bo'lgan firmalarga beriladi.